Hop, 22 kilovatlik universal drabilka. Hozir sinov tekshirish jarayoni. Bunda bug'doyni qaysi setga qo'ydik aka? Un qo'yganmi? Un qilib maydalashini hozir ko'ramiz. Motor 22 kilovat 380. Tayyormizmi? Yo'q-o'ring. Odatda somonga ham maydalab ko'rganimiz bor. Eng katta chiqarishi. Bitta unsizlik. Bir 7-8 kilo chiqarib yubordim. Qopimiz 40 kilo, 50 kilo chiqadigan bo'lsa, yarimdan ko'prog'i bor. 20 kilo yaqin chiqaribmiz. Mana bu mana maydalangani. Unga o'xshab mana. Mana oqish. Bunda don qancha quruq bo'lsa, shuncha yaxshi chiqaveradi.